Angreniklar tez sotaman profilda bugun sizlar uchun bir xonali dom topib qo'ydik. Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Uyimiz juda ham yaxshi holatda ekan, oldida takvi chiroyli bog'lari bor ekan. Bu shundoq bo'lim orqasidagi dom bo'ladi. Shahardan kirib kelishimiz bilan mana shundoq koridor kutib oladi bizni. Bu tomonda unitaz, vannamiz joylashgan. Yangi remontdan chiqqan ekan, hali ishlatilmagan, ariston ham bor. Bu tomonda esa katta zalimiz. Zalimiz ham yaqinda ta'mirdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Aboylari, natijali patologlar juda ham chiroyli. Oynaning orqasida shunday chiroyli bog' ko'rinib turibdi, qadrdonlar. Bu tomonda esa balkonimiz. Balkonimiz ham katta balkon, oltiga 2 balkon. Bu yerda bog'lari ham juda ham chiroyli ekan. Menga manzarasi yoqdi. Birinchi etaj juda ham boshqacha bo'ladi-da. Bu tomonda esa oshxonamiz. Oshxonamiz ham hamma mebel jihozlari bilan yangi jihozlangan, xolodilnik, kir mashina, gaz plita, hamma narsasi bor ekan. Bu domimizga egalari 20.900 narsa so'rashadi. Yana savdolashib kelishtirib olasiz. Tez sotaman profildan keldim desalar, kelishtirib berishadi. Juda ham yaxshi joyda joylashgan, lokatsiyasi orqa tomonida Blum, bu tomonimizda esa notarius, Prinsonli notarius, bu tomonda Telemukdan kirib kelgan ko'cha ekan.